Ya amin Allah. Ey bak ey Perverdigarım. Yetkigana öz insan Allah. Bolalarımı yetkizip kaytarar ki bergin Allah. Allah fakat özünge süyenemen, özünge işenemen Allah. Enasiga insof berib bolani otasiga qaytarsin Allah. Firdavs Farzona bolam meni taniysanmi, bilyapsanmi? Ota-onasiga qaytib kelgin bolam, aynan bolam. Mana shu bolam, mana shu kelin mana. Jijilligidagi bolam. Mana o'g'lim mana shu bolasi bilan o'tirib. Mana shu kelin jijilligidagi katta o'g'lim. Mana ikkovi bolam mana. Bora rosa yaxshi ko'rar edim. Ilojim yo'q, yilga o'rardim. Esligida medsestra edi, o'rischa edi. Rossiyadan keldida to'yga boraman dedi. Ha, bo'pti, to'yga borsang, boring endi, rost bilan Rossiyadan keldingiz, borsangiz borib keling dedim. Keyin sumkaga bolalarning ustini soldi. Yo'q-da, shu bo'yicha. Meni ko'raylik shunday turibdi. Bir kun o'tdi, endi to'y o'tdi dedi, 3 kun o'tdi, 4 kun o'tdi, 5 kundan keyin qarasak, yo'q bo'lib qoldi. Endi ota-onasiga zvont etdik. Kelmayapti, sumkani olib ketgan ekan, bolalarning ustini solib kelmayapti desa, dod deb enasi yelib turib oldi-da. O'ldimi, kanalga tushib ketdim, daryoga tushib ketdim, mashina bosib ketdimi, banisalarga xabar qildik. Tamojnikka borsa, tamojnikdan mana chislarda o'tib ketgan Qirg'izistonga debdi. Qirg'izistonga o'tib, Qirg'izistondan nari samolyotga tushib ketib chekildi. Siriyada-yu ena ukasi dedi-da, Diyorati. Diyor Siriyada-yu ashu ukasini oldiga ketdimikin, chaqirib oldab, Turkiyadanman deb chaqirib oldimmikin degan ma'noda tushundingda. Bilmayman da. O'lyapti, bomba tashlayapti, Rossiya bomba tashlayapti degan sari yilg'ab qon bo'laman televizorga qarab. O'lmadimikin deb. Bolam kechikib yurib qoldi. Bolam 40 ga kiryapti. 1 yildan keyin bolam jinni bo'lib qolib, kasal bo'lib qoldi. Uyladagi bir qizni, yaxshi bitta qiz berdi Xudoyim. Endi qizi bilan yashab turibdi. Ali qizi bilan jicha ovunadi baribir kasal. Menga nima bo'lsa ham bolalarim topib beringlar. Iltimos so'ranaman. Iltimos.